Assalomu alaykum hammaga. Men Zanjilay Abdusalomova 2003-yilda Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanining chekka bir qishlog'i Sintob mahallasida tug'ilganman. Oliy ta'limda 4 yil o'sha talabani qanday o'qib ketishi, nimalargadir erishishi, nimadir qilishi avvalo har kim o'ziga va uning iste'dodiga bog'liq. Lekin shunday ekan, men o'ylayman, har bir talaba o'qishga kirganda har bir narsani mas'uliyati borda, o'zini vaqti, soati bor. Misol uchun biz 11 yillik maktabda 11 yil ustozlar bergan bilimni o'sha 11 yillik darslar metodlar asosida o'qib, bilim olib, 11 yillik bilim olib chiqib ketishimiz kerak va ana o'sha 11 yil olgan bilimlarimizni test yechib, imtihonlardan o'tib oliy ta'limga kiramiz. Bu yog'i oliy ta'limga kirganimizdan keyin bizni katta hayot yo'limiz boshlanadi. Biz o'sha o'z yo'nalishimiz, o'z sohamiz bo'yicha kelajakda bir yutuq kadr bo'lishimiz, raqobatbardosh bir kadr bo'lib sifatida shakllanishimiz uchun u oliy ta'lim bizga katta maktab vazifasini bajaradi. Bu universitet meni unutmasligi kerak. Men bu universitetni unutmaymanki, meni ham unutmaslik kerak deb ko'p harakat qilgan va ko'plab yutuqlarim ham shuni orqasidan kelgan. Harakatim orqasidan. Universitetda men asosiy yutuqlarim shu universitetda bo'lgan. Universitet yoshlar uchun yoshlarni qaysidir maqsadga erishishi uchun, ularni yo'lini topishlari uchun yetarlicha imkoniyatga ega har bitta universitet. Chunki ko'plab bilamiz universitetlarda ko'plab talabalarni tilga olinar ekan, ha, bu qiz universitetda ham o'zi faol edi, bu yosh o'zi shunday edi degan fikrlar bor. Demak, haqiqatan ham universitet hayot yo'lini tanlashiga, kelajakda kasbini tanlashiga, karyerasini tanlashiga katta bir sababchi bo'la oladi. Agar men aytaman, hozir shu universitetni tanlamaganimda balki bu kabi yutuqlarga erishmagan bo'larmidim. Chunki birinchi bosqichga kirib kelganimdayoq ustozlarim iste'dodimni sezib, iqtidorimni sezib, yo'naltirishgan to'g'ri, maqtashgan, qaysidir ma'noda maqtov ham kishini o'sishiga sababchi bo'ladi. Senda iqtidor bor ekan deyishgan, ko'proq yozsang yutuqlarga erishasan deyishgan, qo'llab-quvvatlashgan, o'zlari yetaklab gazetalarga olib borishgan, kerak bo'lsa maqolalarimizni gazetalarga berishgan, amaliyotlarga jo'natishgan. Haqiqatan ham universitet ma'no yutuqlarimga erishishimga katta maydon bo'lgan, katta kuch bergan va bu ko'plab hamma yoshlarda shunday. Faqatki ular mana shu universitetda o'qish mobaynida, 4 yil mobaynida, 4 yil o'qisa agar o'zlarini maqsadlarini belgilashi kerak deb o'ylayman. 4 yilda nimalar qilib chiqib ketaman bu universitetdan? Shunchaki o'qiymanmi? Shunchaki ustozlar bergan bilimni 4 yil olib chiqib ketamanmi? Yoki o'zimdan qandaydir nom qoldiramanmi? Avvalo har kim o'ziga bog'liq va universitetda shu yoshlar kamoloti uchun qiziqqanlar, iqtidor egalari uchun yetarlicha imkoniyat va sharoitlar yaratilgan.